Chiska qilib yuzingizni dabdala qilgandan ko'ra o'sha ugrilarni ustidan makiyaj qilib yopib borgan ancha vaqtni tushadi. To'yimga 10 kun qolganda salondagi stilist bilan makiyaj gaplashgani borsam, menga chiska yuzlaringizni polni yangilab keling deb salonga jo'natib yuborishdi. Shu kun oldin bitta qiz keldi, xuddi shunaqa jalba bilan birga. Prosta to'g'ri tushunishinglar kerak, to'ydan unaqa ozgina vaqt qolganda chiskaga taqab kelish vobshe mumkin emas. To'yxonadagi ikkita odam o'sha siz borgan kosmetologingizni birgalashib qo'shilishib butun qarindosh urug'ingiz bilan qarg'ab so'kib o'tirgandan ko'ra tinchgina oldin so'raylar, nega o'zi chiska kerakmi, kerak emasmi? Agar kerak bo'lsa oldinroq borish kerak. Taqalganida yonidagi tanish bilishi ammasi xolasi o'rtog'iga sizni tiqishtirib pulingizni olishga harakat qilgandan ko'ra lучше нормальный masterga borib oldin yuzingizni maslahatlashing. Любая biznes хороша deydi-yu. Tanish bilish ham bo'lib ketdi-da hozir hamma yoqda. Hamma videoga olsa chiroyli chiqadi, meni bunaqa chiqmaydi. Короче, maska qilish uchun kremni qopqog'idan foydalandim. To'yingizga 15 kun qolganda chiska qilib yuzingizni dabdala qilgandan ko'ra o'sha ugrilarni ustidan makiyaj qilib yopib borgan ancha vaqtni tushadi. O'zim ham to'yimdan oldin shu chiskaga borganman. Endi menga ham men stilist gaplashgani borganimda, stilist shunday menga qarab turib, "Senga chiska kerak ekan" deb yonidagi shunday kosmetologga meni направление qilib jo'natib yuborganda, u ham meni sigir qilib sog'ib, top toza hech balo yo'q, suxoy, umuman даже bitta dona komidon yo'q bo'lgan kojamni 300 ming necha puldirgadir chiska qilib, rasa yuzimni isqirtdan olib isqirtga solib har xil haqoratli gaplari bilan meni siylaganlaridan keyin men o'zimga o'zim qasam ichorganman, ikkinchi kosmetologga qaytib bormayman deb. Так что kosmetologga har doim ham odamlar muhtoj bo'lmaydi, lekin buni odamlarning o'zi tushunmaydi. Juda bo'lmaganda podpiska bo'lsanglar, men sizlarga o'zim o'rgatib turaman. O'zim tortishib qoldi-yu.